yana shu qo'shiqlarga navbatni e'lon qilsak-da Yaxshi bo'ladi. va Kechira olmayman. Nizomxon Ne'matovdan so'ramoqchimiz. Kimni kechira olmayapsiz shu paytlarda? O'zi men hammani kechirib bo'lganman. Qanaqa odam kechira olmaysiz? Shoir kechira olmagan ekan. Ha, o'zingiz O'zingiz nima bo'lsa kechirmagan bo'lardingiz? Nima bo'lsa kechira olmasdim. nimani kechira olmaysiz yoki kimni kechira olmaysiz? Holat, vaziyat, Xiyonatni kechira olmasak kerak. Xiyonat, a? kechira olmaydi. Men ham kechiraman. Xiyonat deganda faqat ayollarga emas, o'sha Umuman atrofingizdagi o'rtoqlar, Siz hali uylanmagansiz-ku, xiyonatni qayerdan bilasiz? o'sha aytyapman-da. Ayollarni tushunishmas. Yashang. Ofarin. Kechira olmayman. Demak, Nizomxon Ne'matovni yana sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Kechira olmayman deb kuylaydilar ular. Yashang do'stim, ijodingizga omad, muvaffaqiyat. Har qanday holatda ham aziz do'stlar, singillarim, do'stlarim,
har qanday holatda ham kechirimli bo'lishimiz kerak. O'sha kekni, o'sha nima deydi, qalbimizda Ginani. turgan gina qudratlarni unutmog'imiz kerak. Hayot shunda yengil bo'ladi, yashash zavqli bo'ladi demoqchiman. Siz ham qo'shiqlarni chiroyli saralab mana shunday ijro etavering do'stim. Kechiring, qo'yib yuboring shu narsani. Hali yo'q narsani qo'yib yuboring. Eng muhimi kechirolmaslik deb atalmish bir jarayonga yaratgan bizni duchor etmasin. Albatta. Har birimizni hayotimizda yaxshiliklar ko'p. Biz siz bilan erta tongdan ham suhbatlardan, ham ijodingizdagi shunaqa xilma-xilliklardan nihoyatda mamnun bo'ldik. Doimo barkamollik tilaymiz. Xush kelibsiz. Va muxlislarimizga kun xayrli bo'lsin deya buguncha ular bilan xayrlashishga majburmiz. Vaqtimiz o'z so'ngisiga yetib boryapti. Ko'rishguncha azizlar, omon bo'ling.